Buni ichida mana vitamin B ni hamma turdagisi bor, ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari kaliy, kalsiy, fosfor, magniy, sink bor, xo'p, yod bor, muhimi, L-karnitin bor. Ana shunday, xullas, skrinshot qilib olib, tarjima qilsangiz bo'ladi. Hamma narsa bor buning ichida. Kun davomida sizga kayfiyat, kuch bag'ishlaydi. Mana bu yerda mana energiya bag'ishlaydi, teringizni namlantiradi, ovqat hazmingizni yaxshilaydi, immunitetingizni ko'taradi. Bu yoqda yopishtirilgan ekan, bu yoqda ham bor. Soch tirnoqlaringizga ham javob beradi. Shunaqangi уже 2-3 kursni ichishni boshlaganingizda, masalan, bittada ham bilinadi. Men lekin ikkinchisida, uchinchisida уже bildim sochlarimni qalinlashganligini, tirnoqlarimni mustahkamlanganligini yanada.